من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب فضل صلاة الفجر في الجماعة باب فضل صلاة الفجر في الجماعة وأمر ركعتي الفجر. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي خثمة في صلاة الصبح وأن عمر غدا إلى السوق وكان منزل سليمان بين السوق والمسجد فمر عمر على أم سليمان الشفاء فقال لم أرى سليمان في الصبح فقالت بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر أخبره عن أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من صلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال محمد وبهذا نأخذ الركعتان قبل صلاة الفجر يخففان. Bu hadiste Bamdad'nınki cemaatinden okuyan adet faziletini bayan tuttu. Süleyman ibn Abi Khatme radıyallahu anhu bu Şifa radıyallahu anh'ınki iri. Şifa radıyallahu anh'a Şifa bint Abdullah ibn Abd Şems el-Adaviyye el-Kurashiyye. Süleyman mı şunda Adavi el-Kurashi. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ınki tuqalları hesaplandı. Beni Adin. Şifa bunu Hazreti Ömer baza başkuruşqa mesul qılğan aya. Lan eşheda salata subhi ahabbu ilayya min an aquma layla. Kecha namaz o'qib chiqqanimdan Bamdadni jamoat bilan o'qiganim bu men uchun suyimlik. Chunki buni fazilat katta. Bata yusalli an-nawafil bil-layl. Faghalabatu aynahu. Kim Bamdad kelgan chaqda Bamdad chiqolmay uyda uxlab bo'lishi mumkin. Ko'zi echishib ketib. Keyingi hadisda kana idza sakata al-muaddin min salati subhi. Azan to'layotgan chaqda namoz o'qimay, azanni to'xtatib qo'ygandan keyin qarab boqadi ekan. Va badasi, ya'ni kan atmadimi qarab boqadi. Chunki mazlahunum burroq azan to'laydigan mazlum bo'lishi mumkin. Rasulullohning davrida keydan to'laydigan Bilal ibn Maktum. Bilal shunda burun to'laydigan bo'lg'achqa mazahning azini olgandan keyin undan qarab boqadi ekan. Agar kan atgan bo'lsa, farz namozdan ilgari 2 rakat yengil o'qitdi. Qala Muhammad rahimahulloh bihada na'khudhu ar-rak'atan qabla salati al-fajr yukhaffafan. Biz bu hadisga asosan Bamdadning 2 rakat sunnati yengil o'qildi deb qaraymiz. Ba'zi Hazrat Aisha radhiyallohu anha Rasululloh Fatiha o'qigandimi, o'qimaganmidi deb qog'ochilik yengil o'qitdi deb rivoyat qilgan. Hadislarda qul ya ayyuhal kafirun qul Allohu ahad ayna qisqa sura o'qilganligi Sahih Muslimda kelgan. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع فقال ابن عمر ما شأنه فقال نافع فقلت يفصل بين صلاته قال ابن عمر وأي فصل أفضل من السلام قال محمد وبقول ابن عمر رضي الله عنه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Abdullah ibn Umar bu anda masjidga ahvol bo'lg'achqa
masjidda unda yetishajisi salom bergan ekan, namozni salom bilan oyoqlash bo'lgan ekan, sunnat namoz bilan farz namozni shu salom bilan ayirgan bo'lding. Buningmi afzal ayirish bormi? Yetishga hojat yo'q demoqchi. Yetish Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sayyidislarda kelgan, lekin uyda yetish kelgan, masjidda emas. Lekin unda ikkisining o'ttirini ayirishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya shuna bizdan yetib ayritdi yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayoli Hazrat Aisha o'g'a qilib qolsa bizdan paranglashib o'tib ondan masjidga chiqdi. Undan keyin ya birdan yetishdan ayriydi yoki paranglashishdan ayriydi. طول القراءة في الصلاة وما يستحب من التخفيف. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل أنها سمعته يقرأ والمرسلات يقرأ والمرسلات فقال يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب. أم الفضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه anası. Meymune bint Haris'inki müşirisi. Meymune radhiyallohu anha ammasizdikko Ummul Fadldan bir tuqqan bo'lg'achqa ammasiga Lubaba bint Haris Ummul Fadl kuni tug'ashqa ismi Lubaba bint Haris. Xadija radhiyallohu anhadan keyin ayollardan eng dastlab musulmon bo'lgan deb qaraldi ekan. Annaha sami'athu ya'ni o'zining o'g'li İbn Abbas radhiyallohu anhuning val mursalatni o'qiyotganini anglab, men eng oxir qatimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Shamda unda o'qiganligini anglagandim debdi. Davomki Shamda va mursalatdek unda so'rni o'qib bo'lganlik chiqadi. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنهما عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. Bu Cübeyr radhiyallohu anhu aslida Bedir'de Müslümanın qoluga esir tushib qolgan. Shu chaqda tutib kelingan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjid at-Turni o'qiyotganligini anglagan. قال محمد العامة على أن القراءة تخفف في صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل ونرى أن هذا كان شيئا فترك أو لعله كان يقرأ بعض السورة ثم يركع. Ko'pchilik ulamolar sha'nimizda qiraatni qisqaroq o'qiymiz deb qaraydi. Masalan, qisar mufassalni biz lamakundan tatib duduqo, shuni keyingi suraldan o'qiydi. Asli bu to'r masalan, buni o'qish burun shundati keyin mansub bo'lib ketgan demak. Amaliyotda mansub bo'lib ketganligi ehtimoldan jiroq, chunki Ummul Fadlning oxir qatimdan shu al-mursalatni o'qiganligini oldim-da. Buniki mansub bo'lishi jiroq, lekin ahol qarab o'qiydi. Uzroq o'qigancha uzroq, qisqaroq o'qigancha qisqaroq o'qiydi. Abu Musa al-Ashari radhiyallohu anhu Hazrat Umar Sham namozida mufassalning qisqaroqlaridan o'qigan deb maktub yozgan. أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فليخفف طلق أقصون تعديل كاملا لكن ينقلرك أقصون demoqchi. Çünkü ularning arasida kesel, aciz, eşçoğ, yana bazı rivayetlarda kichik bolalar bor, hamildor ayol bor, bali mitilg'anlar, yo'lovchilar bor, aciz qistab qolganlar bor degan. Va daif degan aciz yana yaratilishda endi aciz yaratilgan, yakın acizlab ketgan kishilar. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب صلاة المغرب وتر صلاة النهار. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن الدينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال محمد وبهذا نأخذ وينبغي لمن جعل المغرب وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر رضي الله عنه أن يكون وتر صلاة الليل مثلها
لا يفصل بينهما بتسليم كما لا يفصل في المغرب بتسليم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Yani şu gündüzün en ahırda okulan namaz tak namaz demek. Aslında bu keçinin 5'inde okuldu desek takım uçudu o. Aslında gün patkandan keyin keçi başlanışta okuyamaz. Lekin de gündüzün ahırda da macazen degan bo'lishi mumkin. An ibn Umar radhiyallohu anhu bu mavquf holatda rivoyat qildi. Ibn Abi Shayba musannafida marfu holatda sahih sanadda rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi degan ma'noda. وينبغي لمن جعل المغرب وتر صلاة النهار كما قال ابن عمر أن يكون وتر صلاة الليل مثلها. Yani bu yerda vitr şirket namazını bir salam bilan o'qish kerak bo'ldi agar to'liq o'xshatsak demoqchi. Xuddi shamni bir salam bilan o'qigandek. Lekin bu Ibn Umar radhiyallohu anhu ish kerakini bir ayirib, bir salam berib, unda o'qiydigan bo'lg'achqa Ibn Umar bu yerda to'liq o'qishni maqsad qilmagan bo'lishi mumkin. Tak o'qilish jihatdan va shirkat o'qilish jihatdan o'xshatgan bo'lishi mumkin. أبو البدر أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي مرة رضي الله عنهما أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قال فسكت ثم سأله فسكت ثم سأله فقال إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا قال فأخبرني قال إذا صليت العشاء صليت بعدها 5 ركعات ثم أنام فإن قمت من الليل صليت مثنى وإن أنا أصبحت على وتر. قال فسكت قال أبو مرة فسكت أبو هريرة demek. Abu Hurayraning jim tug'ini bu yerda rivoyatlarni tarixil kelgan bo'lg'achqa hamma tafsili bayon qilib o'ttasam bundan mazmun xulosalab chiqarolmay qolish mumkin, kallas qayib ketishi mumkin deb hamma tafsili bayon qilmay oxiri men qanday o'qiganligimni deb beray, men qanday o'qisam masala bo'ldi deb endi bayon qilib qo'ygan. Xitoy o'qigandan keyin 5 rakat o'qiyman. 5 rakatning 3i vitr, 2si sunnat bo'lishi mumkin yoki Xitoyni sunnatida o'qib bo'lgandan keyin 5 rakat o'qiyman desa 5 rakat vitr bo'lishi mumkin. Fayn qumtu min al-layl uxtan o'qib bo'ldim, vitr o'qib bo'ldim, uxladim. Çünkü Hazreti Ayşe atanama qablan to'tirdigo asli qoidada shu vitrni o'qitib uni uxlash. Keyin o'g'lim qolsam kechida 2 rakatdan tahajjud o'qiyman. Shundan bo'ldi. Keyin bomdod o'qigan gap. Va in ana asbahtu ala vitrin. Chunki men kechaning dastlabida vitr o'qigandan keyin juft namoz o'qisammi, ana buni to'plasak vitr o'qib oyoqlashtirgan bo'laman demoqchi. Vitr bilan bo'ldi qilgan bo'laman demoqchi. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ذات ليلة بمكة والسماء مغيمة فخشي الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بسجدة ثم صلى سجدتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. قال محمد وبقول أبي هريرة رضي الله عنه نأخذ لا نرى أن يشفع إلى الوتر بعد الفراغ من صلاة الوتر ولكنه يصلي بعد وتره ما أحب ولا ينقص وتره ولا ينقض وتره وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. فشفع بسجدة دينا bir rakat o'qib burunqi o'qib vitrni juftli o'tib qilib undan keyin 2 rakatdan o'qib eng oxirida vitr o'qib olsa vitr bilan oyoqlashtirgan bo'ladi. Bu Ibn Umar radhiyallohu anhuninki usuli. Degan Imom Muhammad Abu Hurayraninki o'qish usulini oldi. Vitr o'qib qilib keyin bir rakat o'qib juftli o'tib bunda keyin vitr o'qib manda qilib yurmaymiz. Lekin vitr o'qib bo'lgandan keyin xohlagancha 2 rakat namoz o'qisa bo'ldi. Çünkü hadiste la vitrani fi leyla degan, la vitrani fi leyla. Davaniga 2 qatim vitr o'qish yo'q. Bu Abu Hanifa va jumhurning qarashi. Yo'q, bir rakat demak. Sajdadan maqsad rakat. Bir rakat o'qib, burun o'qigan vitrni juftli o'tib, keyin yana nafl namoz o'qib, eng oxirida nafl namozdan oyoqlashtirmoqchi bo'lgan chaqda yana vitr o'qitdi. باب الوتر على الدابة. أخبرنا مالك أخبرنا أبو بكر بن عمر عن سعيد بن يسار رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته. قال محمد قد جاء هذا الحديث وجاء غيره وأحب إلينا أن يصلي على راحلته تطوعا ما بدا له، فإذا بلغ الوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر. عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وجاء غيره dedi. Yani yuqorqi hadis keldi, yani boshqa hadislar keldi. Yuqorqi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ulug'ida turiblar vitr o'qiganlar keldi. Boshqa hadislarda muvattada rivoyat qilingan bab salat aladda bada fi safar yoshi bobda vitr uchun pastga tushib vitr o'qiydi degan rivoyat keldi. Biz hamda nafl namozni ulug'da o'qish yaxshi deb qaraymiz, sunnat nafl namozlarni. Lekin vitr kelgan chaqda yaga tushib o'qigani afzal deb qaraymiz. Umar ibn al-Xattobdanmi, Abdullah ibn Umardanmi bunday rivoyatlar kelgan. Albatta Abdullah ibn Umardan ikki xil rivoyat kelgan. Vitrni yada o'qiydi, uloqda o'qiydi deb ikki xil kelib qolgan. Wal 'ammatu min fuqahaina, yani min fuqaha al-Kufa. باب تأخير الوتر. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع إقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك. عبد الله بن عامر bu sahabe. Ben bamdatның tekbirini anlatqanımda yoki bamdatdan keyin bamdat namozdan keyin bu ikki so'zning qaysini deganligini o'sha ravi Abdurrahman ibn Qosim shak qilib qolgan. Lekin har holda ma'nosi yaqin. Ya'ni bamdat vaqti kirib bo'lgandan keyin vitr o'qiyman. أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول إني لأوتر بعد الفجر. أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنهم أنه كان يقول لا أبالي لو أقيمت الصبح وأنا أوتر. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الكريم بن أبي البخارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ماذا صنع الناس وقد ذهب بصره، فذهب ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. Yani bamdat namazını cemaat o'qib bo'lgandan keyin vitrni o'qib, undan keyin bamdatni o'qibdi. bamdat namazdan keyin. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبادة بن الصامت كان يؤم قوما فخرج يوما للصبح فأقام المؤذن الصلاة فأسكته ثم أوتر ثم صلى بهم. قال محمد أحب إلينا أن يوتر قبل أن يطلع الفجر ولا يؤخره إلى طلوعه، فإن طلع قبل أن يوتر فليوتر ولا يتعمد ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Aslida vitrni bamdat vaqt kirishdan burun o'qilish afzal. Tong otishga kechiktirib bo'lmaydi. Agar o'qimay qolib tong otib qolsa, vitrni o'qitib, undan keyin bamdatni o'qisin. Sahabe kiramlardan yuqorida bayon qilingan shu vitrni tong otgandan keyin o'qiganligi qasddan bo'lmay, shunda bir qatam kechikib qolganlik ahvolda deb tushunaman. Bu bir rakat emas. Vitr 3 rakat bo'lishi mumkin, 5 rakat bo'lishi mumkin. باب السلام في الوتر. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم في الوتر بين الركعة والركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. قال محمد ولسنا نأخذ بهذا، ولكننا نأخذ بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ولا نرى أن يسلم بينهما. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس، عمر، زيد، أنس ve Ali radıyallahu anh'la ula bokuttu. Yani biz bunu şunu tutmayız. Lekin Hazreti Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'ınki 2 rekatda bir salam bir o'tib,
bir rekat ayrımı o'qish usulini olmaymiz demoqchi. Balki Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu biror ish chiqib qolsa, ikki rekatni bir bo'g'itib, undan keyin bir rekat ayrımı o'qish mumkin. Yoki masalan, ikki rekatni o'qib, xizmatchiga tamoqni tayyorla, yo zo'lig'ini tayyorla, yo chay tayyorla deb qo'yib, undan keyin bir rekat o'qish mumkin. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة حدثنا أبو جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح 13 ركعة 8 ركعات تطوعا و3 ركعات الوتر وركعتي الفجر. و3 ركعات الوتر وركعتي الفجر. قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما أحب أني تركت الوتر ب3 وأن لي حمر النعم. 259. hadisda حدثنا أبو جعفر أبو حنيفة رحمة الله عليه hadis rivoyat qilgan shu ustozi shayxi أبو جعفر محمد بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وباقر دبتونغان katta alim Bakır degan ilmlarga cho'nqirlab cho'kkan degan ma'noda. Abu Hanifa hadis rivoyat qildi shu Abu Ja'far al-Baqirdan. Bu Ja'far, buning o'g'li Ja'far, shu biz Ja'far as-Sodiq deymiz-ku. Ja'far as-Sodiq shu. Yani bu Şialar imamdan sanaydiganlar. Ahl-i Bayt albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nevaralari. قال محمد أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعود عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الوتر 3 كثلاث المغرب. Abu Ubayda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu o'g'li. Ana 259 hadisdan sanada qarasanlar Abu Ja'far dedi ama Abu Ja'far bu sahabe emas. Kana Rasulullah, bu ham Rasulullah bunda qildi deb bilan rivoyat qilganki bu mursal bo'ldi. Sahabe chiqib qoldi-ku, mursal, lekin Sahih Buxoriyda Hazrat Aishadan musnad marfu rivoyat qilgan Imom Buxoriy. Ma uhibbu anni taraktu al-witra bi 3 wa anna li humrun na'am. Ma shirkat vitrning o'rniga menga mol chorvaning eng esillari berildigan bo'lsa-mu, men unga tanqilmayman yoki vitrni uning o'rniga tashlamaydim. Ma'no Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu al-vitru 3 ka 3 al-maghrib dedi. Shirkat mag'ribga o'xshash, ya'ni bir salom bilan o'qiymiz demoqchi. قال محمد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن عطاء قال قال ابن عباس الوتر كصلاة المغرب. قال محمد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال ما أجزأت ركعة واحدة فقط. يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي ما أجزأت ركعة واحدة قط بركة نبل أقش يوق نهى عن البتيرة يعني هذا أساسا وعن بمذهب من قرشنا بشلندرده. قال محمد أخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي عن علقمة رضي الله عنهم قال أخبرنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أهون ما يكون الوتر 3 ركعات. 3 ركعات أن ينجل أن أز وقلغندا 3 rekat oldu demek. Ondan sonra yok demek. قال محمد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. Hadi bu marfu hadis mana. Yuqorida marfu mavquf hadislarni rivoyat qildi. 259 hadisni biz Buxoriy marfu rivoyat qildi dedik. Endi mush hadismi marfu keldi. Uni Hakimmi Mustadrak rivoyat qilib sahih deb qo'ygan. 3 rekat o'qilganligini isbotlashda shu hadislar yeterlik. Lekin bu 3 rekat o'qisa, bo'lgan sunnatga muvofiqligini isbotlasa, boshqa hadislar 1 rekat ayirib o'qigani balki
qısılib qolgan chog'da bir rakat o'qisa bo'ladiganligini isbotlashi mumkin. باب سجود القرآن. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وكان مالك بن أنس لا يرى فيها سجدة. Sucudul Kur'an, yani Kur'an'daki secde ayetleri İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi'nin nazarında şu ayetler okulan çağda secde kılış vacip, başkanınki de sünnet. İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii'nin nazarında 14 dep qarıldı, bazılarının karşılığı 15. Yani şu İzzet Sema'nın şakkatta secde bağ demekçi. İmam Ebu Hanife şu karşını aldı. İmam Malik rahmetullahi aleyhi ya onda secde yok. deb İbn Umar ve İbn Abbas radıyallahu anhuma ve Ehl-i Medine'den kelgen qarashni tutgan. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ به رضي الله عنه ياكي عنهما تسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بهم النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى. Qara bihim yani aşılar imam bulab namazda aşırını okudu. Anda secde var işte ama secde bağlandan keyin secden turib başka bir sure okudu. Secden turib asır ruku basın bulduğu ya kıraat kılıp onundan keyin ruku baray deb qayta izazunuzlak o'xshash bir surani o'qib onundan keyin ruku bağlan. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وكان مالك بن أنس لا يرى فيها سجدة. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن رجل من أهل مصر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يسجد في الحج سجدتين. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رآه يسجد في سورة الحج سجدتين. قال محمد قد روي هذا عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما فكان ابن عباس لا يرى في سورة الحج إلا سجدة واحدة الأولى وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. İbn Abbas radıyallahu anhuma suratul Hajda secde ayeti var ki birincisi keskin secde qilishga buyurilgan, ikkinchisi keskin buyurilmagan degan bo'lg'achqa bir secde var yani vacip secdenin birisi var deb qaragan. باب المار بين يدي الصلاة. أخبرنا مالك حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر أن بصر بن سعيد أخبره أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم الأنصاري يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المال بين يدي المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال لا أدري. قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. Namaz okuyan kişi aldığında bir tosak koyuş lazım. Yani sutra koyuş lazım. Yani şu aldığında ötken takdirde yani secde kıldığın orungacha bo'lgan aralıktan ötken takdirde bu namazga azroq ta'sir oldan. Şuna aldın ötmeslikka buyurilgan 40 tuğunu yaxshitdi ötkünde degene 40 yıl degan ma'no şu asas inaqam. Çünkü ravi Abu Nadir ya da Busr 40 gün dedimi 40 ay dedimi ya 40 yıl dedimi bu tarz isim diyor degan. Lekin o'sha 40 degani balki 40 yil ya 40 degan sonni maqsad qilmasdan bir xil mubolig'ini ko'rsatish kerak. 100 qatim badim deymiz-ku.
in tastaghfirlahum 70 marra degandek 40 degan sonning o'zi maqsad emas, ya'ni uzun saqlagan bo'ladi degan ma'noda. Ba'zi rivoyatlarda 40 xarifa deb kelgan. 40 kuz, 40 yil degan ma'noda. أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Bu Buxariyning rivoyatida إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره deb kelgan. Bir narsani sutur qilib bunda o'qigan chaqda oldindan hech kimni o'tkazilsin. Fa in aba o'tman deb tursa, to'sqinmay o'tman deb tursa, falyuqatilhu. Uni bilan urushsin. Fa innama huwa shayton. Chunki u shaytondir. Shayton, ya'ni insonlarning ichiga shayton degan bo'lishi mumkin. Shayatinul ins yoki buning qig'ashi shaytonning qiliqidir degan bo'lishi mumkin. Falyuqatilhu degan buyruqni ittirib o'tish orqali bu nerkat tuzatsin deb tushungan ko'pchilik ulamolar. Ba'zi ulamolar agar unva yana o'tman deb qolsa, agar urushga ehtiyoj bo'lib qolsa, urushi bo'ldi deb tushungan. Yaqa shu chaqda shu yerdan quloq-quloq namoz buzildi albatta. Shunga Imom Muhammad unda tushunmagan, urush deb tushunmagan. Bunda ittirib sunna. Masalan, namoz o'qib ular o'tmanda kelgan ekan, qancha to'sdiq. To'sqanga qo'limiz ishni tutib ma'man desa, ammo jumhurimizda ishtitimiz. Ya'ni gap qilsa, yana ishtitimiz. Menda. أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب رضي الله عنهم أنه قال لو كان يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان أن يخسف به خيرا له. يخسف به yani yer yutib ketgina uni uchun yaxshiroq. Chunki dunyoning azobi oxiratning azobidan yengil. Ka'bul ahbar. Yani şu yer yutib ketishni orzu qilgani shu yaxshiroq. قال محمد يكره أن يمر الرجل بين يدي المصلي فإن أراد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع ولا يقاتله فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من مقابلته إياه أشد عليه من أن يمر هذا بين يديه ولا نعلم أحدا رأى قتاله إلا ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وليست العامة عليها ولكنها على ما وصفت لك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. İmam Muhammed namaz kılmanın oldidan o'tash makruh dedi. Tahriman. Falyadra'hu mastata'a ve la yuqatiluhu. Uni kuchini yetishda ittirvasin. Lekin urushmasin uni. Urushmaydi. Nima uchun desa, unda shariatning qoidasida kichik aziyatni mudofaa qilish uchun cho'ng aziyatga yo'liqish yo'q. Bunda maqsad falyuqatilgan urushsin degani mishada ittirishda mubolag'a qilishdan iborat. Namozni buzadigan haqiqiy urush emas, qattiqroq ittirvasin degan gap bu. Bungacha. فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من مقاتلته دانش إياه أشد عليه من أن يمر هذا بين يديه. Urushib qolsa, oldi o'tgan bo'lsa, namozni buzatmaydi, azroqimda xushuqqa ta'sir etdi. Lekin urushib qolsa, namozni buzatgan bo'ldi, o chaqda bu urushish ig'ir. Cho'ngroq ziyon tortilgan bo'ldi. Haqiqiy urushsin degandan asosan biz unda bir o'limani bilmaymiz. Faqatlam Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan bunda tushunish kelgan. Va laysat al-ammatu alayha. Ko'pchilik ulamolar mushuni unda zohir bo'yicha tushunmagan. Muqatala qilish lozim deb bunda tushunmagan. Ya'ni sen ta'wil qilgan demakchi. Ta'wil qildi. Walakinnaha ala ma wasaftu lak. Yani yadfa'hu daf'an shadidan degan ma'noda. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يقطع الصلاة شيء. Namoz oldidan bir narsa o'tib qolsa, nima bo'lsin qat'iy nazar, u kishining namozidan buzilmaydi. Oldin esa eshak o'tib qoldi, qarishda o'tib qoldi,
to'qo masalan yoki ayol kishi o'tib qolsa namozni buzib o'tolmaydi. قال محمد وبه نأخذ لا يقطع الصلاة شيء مما مر بين يدي المصلي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Yani bazı alimlerin karşıda namazını ayol kişi qarı et ve eşek ötüp qalsa namazını buzutdu deb qaragan. Hazreti Ayşe radhiyallohu anha bularga devrib bizni eşeklar bilan baravar qilib o'tganlar degan. Degan bu yerda namoz buzutul deb qalsak nima deb iboratsa xushusiga ta'sir etdi degan bu. Nima uchun xushusiga ta'sir etdi? Ayol kishi o'tib qalsa albatta diqqati ayol kishi bo'lib qoldi. Tamam. İşte deb qalsa ishlardan teki deb dakkilikda. Eshak deb qalsa dasitam teki deb dakkilikda bo'lib qoladi. Shunga o'xshash masalan bir endi chayonning qilishlan undan asli bo'lib qalsa shunda. باب ما يستحب من التطوع في المسجد عند دخوله. أخبرنا مالك حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي السلمي بني سلمة منسوبها على غير قياس. السلمي بني سليم جماس بني سلمة قياس كذا لكن بني سلمة منسوبها قياسنا مثلا قياسية مثلا. عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. يعني تحية المسجد. قال محمد هذا تطوع وهو حسن وليس بواجب. Yani şu tahiyatul masjid vacib emas, bu tatavvu namaz deb qardi. Yani bu ko'pchilik olimlarning qarashi zohiriylar buni vacib deb qaraydi. Yani cumhur nima uchun vacib emas deb qardi desa, sahoba ikramlardan uni ba'zida o'qimagan ahvolim bo'lgan ekan, vacib emas ekan deb qarina qildi. Babul infital fi as-salah. Babul infital fi as-salat. أخبرنا مالك أخبرني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان رضي الله عنهما أنه سمعه يحدث عن واسع بن حبان. هذا مشو رجالنا تونش kendi radıyallahu anhu hadis'e şu münasebet tamam. Mesela ricalını tanıgan vaktimizde ashab olsa radıyallahu anhu deymiz. Başka olsa demeyetimizde rahmetullah dediğimiz ki hadis okuştan da uzarıp ketmesi için sahabeler tardiye kılıp başkanın ismini atıp ne vermiş? أنه سمعه يحدث عن واسع بن حبان رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسندا ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل الشق الأيسر فقال ما منعك أن تنصرف عن يمينك قلت رأيتك وانصرفت إليك فقال عبد الله فإنك قد أصبت فإن قائلا يقول انصرف على يمينك وإذا كنت تصلي فانصرف حيث أحببت على يمينك أو على يسارك ويقول ناس إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد رقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل بيت المقدس. قال محمد وبقول عبد الله بن عمر نأخذ ينصرف الرجل إذا سلم على أي شقة شقه أحب ولا بأس أن يستقبل بالخلاء من الغائط والبول بيت المقدس إنما يكره أن يستقبل بذلك القبلة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. باب الانفتال باب الانصراف demek. Namazdan salam verip qaytish ve qo'pish usuli qanday bo'ldi? Nima Vasib ibn Habban bu qibla tomda Hazrat Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning o'tog'ini ko'rgan bo'lg'achqa sol tarafiga ham qo'pab ko'rishyapti. Ko'rishgan ekan, shu o'ng tarafidan qo'pmadi. Mesela o'zlarining ko'rgan bo'lg'achqa shuni ko'rishib o'tay deb sol tarafidan qo'pdi. Mesela men to'g'ri qildi. Ba'zilar shu o'ng tarafidan qo'pash deb turib oladi. Unda emas. O'ngdan qo'psin, soldan qo'psin qilaverdi.
demakchi. Yani ikkisining farqi yo'q demakchi. Jumhur ulamolar o'ng tarafdan qilish mustahab, afzalroq degan ko'pincha ahvolda shunda ko'pda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Nega ikkisi o'xshash? Va yaqulu nasun ba'zi kishilar taxamandami deydi. Ya ba'zi kishilarningki qarashliga raddiya bermoqchi. Bunun ichida mesela Abu Ayyub al-Ansari, Abu Hurayra radhiyallohu anhu bo'lmuş nasning ichida. Ular idza qatala hayziga fala tastaqbil qiblata va la baytal maqdis. Hajatga o'tgan vaqtida qiblaga ya Baytul Maqdisga oldinlik qilib o'tasan bo'lmaydi deyishdi. Qala Abdullah yani ravi hazır Qasim ibn Habban Abdullahning ismini qayta takrorladi arliq uzrab qoldi. Yani Abdullah yana bunda dedi: "Laqad raqaytu ala zahri baytin lana." Bu uyimizning o'ziga chiqardim. Yani ammasi Safiye radhiyallohu anhaninki hujrasidan ustiga chiqqan. Yani Rasulullahning hujrasi shu. Yani bunun ammasining hujrasi bir narsa ilishqa yo bir narsa qo'yib qo'yishga chiqqan vaqtida to'satdan farayt Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ala hajatihi mustaqbila Baytul Maqdis. Rasululloh hajatga o'tiribdi ekan, Baytul Maqdis tarafga, shimol tarafga qarab o'tiribdi ekan. Yani Baytul Maqdisga oldinlik qilsam bo'lmaydi degan gap yo'q demoqchi. قال محمد وبقول عبد الله بن عمر نأخذ ينصرف الرجل إذا سلم على أي شقه أحب ولا بأس أن يستقبل بالخلاء من الغائط والبول بيت المقدس. بيت المقدس كألدن قيس بلاورده لكن قبل كألدن قيس بمايده. çünkü hadiste yani bir hadiste لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها deb kelgan. Nonki qibla bu Alloh izzatlangan bir jihat bo'lg'ashqa oldin qilib o'tasi bo'lmaydi degan. Bu İmam Abu Hanife rahmetullohi alayhining qarashi. Ba'zi ulamolar to'saq bo'lsa, to'saq bo'lmasa deb ayiradiganlar. To'saq bo'lsa mayli, to'saq yo'q cho'l, tuz sayliqlarda oldin qilib bo'lmaydi. Balkim sayliqlarda shu yerga jilla ya farishtalarga o'rta isitmamaslik uchun to'sash kerak bo'lishi mumkin. Babu salatil mughma alayhi. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه ثم أفاق فلم يقضي الصلاة. فلم يقضي الصلاة يعني شو نمازن وقت شكت بوغنن كيمو قضاسını qilmadi demek. قال محمد وبهذا نأخذ إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة. فأما إذا أغمي عليه يوما وليلة أو أقل قضى صلاته. Bir sötküden köbrek hoşdan ketib qolgan bo'lsa, biz yuqorqi Umar radhiyallohu anhuning rivoyati bo'yicha ish tutamiz. Agar undan az bo'lib qolsa, 5 namoz va undan az namozni qazosini qilish oson bo'lg'achqa, haraj bo'lmagan ekan, qazosini qildi deb qaraymiz. بلغنا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه 4 صلوات ثم أفاق فقضى صلاته. أخبرنا بذلك أبو معشر المديني عن بعض أصحابه. بلغنا dedi. Balagana degandan uni sanadini azroq bayon qilib qo'ydi. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu Bag'dod, Peshim, Asr, Sham 4 namozni o'qiyamoqdi ekan. O'shdan ketib, aylanib ketdi. Xutdan vaqt kirgandan keyin undan 5 namozni biroqlam o'qiyotgan. Babu salatul marid. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال عنهما قال إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه. قال محمد وبهذا نأخذ ولا ينبغي له السجود على عود ولا شيء يرفعه إليه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. إذا لم يستطع المريض السجود يا بشي أغرغلقتن يا بريرة أغرغلقتن يا بلا أغرغلقتن secdege baranmagan bo'lsa kasal kishi bemor o'chada 5 yildan ishorat qilib secde qilgan hisobda bo'ldi deb rivoyat keldi. İmam Muhammed rahmetullohi alayhi biz bu qarashni tutamiz. Ishorat bilan secde qilgan bo'lgan ekan, bir yog'och masalan, ud degan bir tayoq, yog'och, no'g'oshdek bir narsa. Buni bunda ko'tarib, beshirda tushib bunda qilish kerak emas. Wala shay'in yarfa'u ilayhi. Yoki mesela yastıqlaydi mesela. Binasini tekizib men secde qildim deyish kerak emas. Bu makruh deydi, ha. Wala nima degan makruh ma'nosida azim inshaalloh. Beşa bırakmayız şu. Bak kiseleden.
Ya aparadigan bo'lsa birdo. Endi bu kasal og'riydigan bo'lgan ekan, beshni aparay desa, aparolmaydi. Aparolmagan ekan, sen bo'ldi, yagi takkizamagan ekan, bu bir narsani ko'tarib, bunda takkiz bunda qilib yurmaysa dedi. Va yajalu sujudahu aqfada min ruku'. Endi agar egizrak narsa bo'lib, takkidagi, asutdagi, egizrak bunda bir narsa bo'lsa, yagi tutash bo'lib qolsa, secde qilgan chog'da ularga egilalsa, shuni tegsa mayli bo'ladi. Çünkü Ummu Salama radıyallahu anhadan, İbn Abbas'tan, Enes'ten aslında yastık tekkidagi secde ahval rivayet kılıngan. Babun nukhamati fil mescidi ve ma yukrahu min zalika. Akhbarana Malikun haddathana Nafi'un an ibn Umar radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a busaqan fi qiblatil mescidi fahakkahu. ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. Nukhama degan eg'izdan ya burundan chiqqan endi balg'am, manqa degandek narsa. Ra'a busaqan, busaq tukuruk yoki buzaq desak bo'ladi. Fi qiblatul masjid, masjidning qibla timida bir tukurukni ko'rdi. Buni ko'rib, sonra buni ulib o'tdi, surtib o'tdi. Ya tatlı tuttu. ثم أقبل على الناس فقال إن كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. Namaz kılında tükürüş ihtiyacı duyulup varsa aldığı tarafı tükürmüşsün. Bizim için önce aldığı tarafı bu kıble taraf. فإن الله قبل وجهه إذا صلى. Namaz kılınca Allah Teala aldığı tarafı buludu. Yani bu bir xil teşbihemdi. Bu da Allah Teala aldığı tuğandek buludu demekçi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişiler arkalık Araplarga ve şu çağ Müslümanlarga medeniyet üretken, pakizlik, tazlık kılış, hatta hacet kılış usullarını dağıtıp, üretip, kısa müddet içinde en medeni millet kılgan. Ama karısana mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanında gep olmuş, bunda mı kılgan bağımı, bu mesutuzda kayıp, tıllat mıkıya oldu. Arabinin birisi meske sip koygan çağdı mı, Allah deb ketgan to'xtanglar deb shu tepetdan deb هذا محمد ينبغي ألا يبصق تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره وليبصق تحت رجله اليسرى. İmam Muhammed rahmetullahi aleyh alt tarafı tüküz bulmaydı. Tilqa degan quddam degan. O'ng tarafı tüküzün bulmaydi. O'ng tarafida farishta bor. Wala an yasarihi sol tarafdan tüküz bulmaydı. Vel yapsuq tahta rijlihi al-yusra. Sol putunun astığı tüküz. Yani şu çağıldaki ayında topulan, şığıltaşlı başına mescitte eğer tükürüşki bakısılık ketip kalsa putunun astığı tükürüp hapsızımında sürtüdümde onda sürtüzüge işlerimiz vardı. Aslında sürtüdüp tuzun demekçi. Peki hazırki zamandaki peygamber sınıgan mescidde sol tükürüp tuzu bulmaydı. Yani bunu da yani çukurda kağıt senede kağıt tükürse, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tükürükünü varsa peşine tükürüp buna sürtüdüğün hadisi var şunda mezmundaki. Tükürmeye çare yok bazıda. Tükürmesi bulmaydı. Tükürüm çıkarış lazım onu. Yani şunda bir el kılıç şartları var. باب الجنوب والحائض يعرقان في الثوب. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعرق في الثوب وهو جنوب ثم يصلي فيه. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس به ما لم يصب الثوب من المني شيء. يصب الثوب من المني شيء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Meni ve şuna okşaş necaset. Meni, süydük ve kazaldın ayında kimge juhkamgallan bolsa, junub ve hezda olsun baş kişininki bedeninden çıkan ter kimge tikip kalsa o men etemez. Yani ter men etemez. Çünkü hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağlı bilen birlikte olan kimde namaz okuyuverdi. Ona bir nazı juhkamgan bolsa namaz okuyuverdi de kelgen. باب بدء أمر القبلة وما نسخ من قبلة بيت المقدس.
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح بقباء دسلو أخشش çünkü قباء بعض منصرف قسم بلدو ممنون صرف قسم بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم رجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها قال وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها آية المكشة وقد أمر أن يستقبل الكعبة كعبة yüzünüzki buyuruldu sizmi Kabe yüzününla derhal degandeken ular asli Şam'ı Baytul Maqdisga qarab namoz o'qiyotganlar o'rin olmishlar eng keyin turgan ayollar imom bayaga o'tab imom ayollar ayaga o'tab ana jamoat o'tirg'acha burilib turgan قال محمد وبهذا نأخذ في من أخطأ القبلة حتى صلى ركعة أو ركعتين ثم علم أنه يصلي إلى غير القبلة فلينحرف إلى القبلة فيصلي ما بقي ويعتد بما مضى وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Biz yuqorqi hadisni tutamiz. Qiblaga xato turib qolgan, lekin turishda ilgari izlab so'rab tirishchanlik ko'rsatib faraz qilib mushu to'g'ri ekan deb turgan, lekin xato turib qolgan bo'lsa, aşağıda bir ya ikki rakat namozning bir qismini o'qigan bo'lsa, uningdan keyin uning xato turganligini bilgandan keyin garchida to'g'ri tarafga yuzlanib o'zining shuvasi bo'ladi. Lekin burunqi o'qigan rakatlari hisob. Imom Shafiy rahmatullohi alayhi ya burunqisi hisob emas, undan namozni qaytada o'qiydi. Lekin so'ramay, izlanmay, qarasdan bir taraf qarab turgan bo'lsa, o chaqda qayta o'qish kerak. Babur rajuli يصلي بالقوم وهو جنوب أو على غير وضوء. أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم أن سليمان بن يسار أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الصبح ثم ركب إلى الجرف فجاء بعدما طلعت الشمس فرأى في ثوبه احتلاما فقال لقد احتلمت وما شعرت ولقد سلط علي الاحتلام منذ وليت أمر الناس وليت أمر الناس ثم غسل ما رأى في ثوبه ونضحه ثم اغتسل ثم قام فصلى الصبح بعدما طلعت الشمس. باب الرجل يصلي بالقوم وهو جنب أو على غير وضوء. يعني جنب كان يا تارتيح كان لكن تارتم بعد أولاب Kastanamasa, ayında uylab qilib imom bo'lgan kishi deydi. Kastanligi yo'q. Anna Umar ibn Xattob sallat subha, jamoatga imom bo'lib namoz o'qitadi. Andin Sham tarafga Jurf degan joyga, Madinadan 3 mil qilgan joyga uloq minib mangdi. Kun chiqqandan keyin qarasa kiyimida namlik turgan, manining asiri turgan ekan, shuga o'xshayma. Qarliq yo'lda uxlab mangan bo'lsa, yoki burun bomdod qo'bashda ilgari kechida uxlagan chog'da ehtirom bo'lib tuymay tartib bilan namoz bomdodni o'qitma deb o'ylagan. Valaqad sullita alayhi ihtilam mundu ullitu amran nas. Yani men xalif bo'lgandan keyin ko'p ehtilom bo'lgan bo'lib qoldi nima uchun? Shu ig'ir vazifa yuklangan bo'lg'achqa butun diqqati ay musulmonning xizmatini qanday qilish shundan bo'lib ketgan ekan, ayolni unutib ketgan. Ayolni unutib ketgandan keyin insonda bu nima yig'ilib tabiiy endi chiqarimiz bo'lmaydi-ku. Alloh endi urlashtirgan. Bunda ayollar yaqin kelmagandan keyin ko'p ehtilom bo'lgan ahvol yuz bergan bo'lishi mumkin. Ya so'qishib ketgandayman va uyg'urda qil. Shunda shu nimani kiyimni yuyinib, kun chiqib bo'lgandan keyin bomdodni qaytadan o'qidi deb. Mumkin. Hanafi mazhabda imomning namozi bilan jamoatning namozi bir xil bog'lanishliq. Al-imamu domin deymiz. Jamoatning namozi kepiladigan, uyuldigan kishi. Chetishlik bo'lgandan keyin jamoatmi qaytadan o'qishi lozim deb qaraydi.
Lekin jumhur ulamolar jamoatning namozi imomning namozidan chetishlik emas. Imomning tartib qilgan bo'lsa o'zidan qayta o'qisa, lekin jamoat qayta o'qimaydi deb qaraydi. قال محمد وبهذا نأخذ ونرى أن من علم ذلك ممن صلى خلف عمر فعليه أن يعيد الصلاة كما أعادها عمر لأن الإمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Lekin ma'nodam da shu Madinaga jamoatni qayta o'qinglar. Men junub holatda imom bo'lib qoldim degan ahvol yo'q. باب الرجل يركع دون الصف أو يقرأ في ركوعه. أخبرنا مالك أخبرني بن شهاب الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما أنه قال دخل زيد بن ثابت فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. قال محمد هذا يجزئ وأحب إلينا ألا يركع حتى يصل إلى الصف وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. الرجل يركع دون الصف يعني شو سبكة يتكمل تروب 2 metr qolgan chog'da shu harakatga ulgurib olayapman. Sabki berib, ondan quloq qoqsam, imom rukudan turib ketib qolsa, ulgurmayman deb sabki kap bo'lg'icha g'achchidan ruku qilib olib, ruku qilgan holatda ingish bilan sabki berib olgan. Yani namozga bosh kirib olib, xotirjam bo'lib, bir harakatga ulgurganman, ondan tik. Yani bu bir qadam, 2 qadam ilib, ya ortiq qadam olmaylam, yetishog'ini ko'rsatdi. Aw yaqra'u fi rukuhi. Yani rukuda Qur'on o'qish masalasi. Thumma dabba degan shunda ingish bilan menab sabga yetib bordi deydi. Qala Muhammadun hada yujzi. Bu shu mengashan ko'p bo'lib ketgan taqdirda bu namozini buzatmaydi. Namozda shunga ado topgan bo'ladi. Lekin biz sabga kelib ondan ruku qilgani shu afzal deb qaraymiz. Ayam biradista إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يعني فقطوا ينبغون كان قلت إن كان سمعيده فأنت لغضب قال محمد حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى وصل الصف فلما قضى صلاته ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. أبا بكر رضي الله عنه وطائفتن شب مسلم بوان Hazret Hüneyin'de aynda bir yaş tügüyünü tegellikten Ebu Bekir'e dep atagan. Bekir'e yaş tügüyününki yaşları. Raka duna saf. Sebki kemmey turup lan ruku kılıp oldu. Thumma meşe hatta vasala saf. فلما قضى صلاته ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Yani zekara yani üze şunlar diyen bolsun. Mümin de kıldığım kandavla diyen bolsun. Evet, zikra dep koysak bazılar sahabadan falan mında kıldığı kandavla dep soğan bolsun ki. فقال له رسول الله yani hazır bu üze depti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mında kılan teyemmüse زادك الله حرصا Allah Teala sana müstahat ibadetine caiz kılışta erismelikine ziyaret etsin ve la ta'ud. İkinci fayda bunda qamma dedi. Dola ta'ud degan mushi barni shil o'qish bar deyiladi, lekin shu sahih rivoyat bundan wala ta'ud agar wala tu'id deb o'qilibdi deb qolsak sen namozingni qayta o'qimasang bo'ldi hisob degan bo'ldi. Wala ta'du deb qolsak juguymayman mang'ir lekin yanglish mang'ir lekin juguymayman degan bo'lib qoldi. Lekin bu hammasi xato rivoyatlar, lekin to'g'risi wala ta'ud yani qayta bunda qilma ma'visat deganga ba'zi o'sha namoz bo'ldi-ku. Qala Muhammadun hakada naqul wa huwa yujzi'u wa ahabbu ilayna an la yaf'al. Bunda biz namozda ado bo'ladi, lekin bunda qilmagan yaxshi. Aqbarana malikun o'qigan chaq o'qimay o'tasidan undayda vatan o'qilib bo'ldi. O'qodimda yanmaydi. Vatanda cho deydi. Iborat o'qimagan talibni cho deydi g'ashva. konustaz. Lekin biz hamda o'qi deymiz. أخبرنا مالك أخبرنا نافع مولى بن عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس القص وعن لبس المعصفر وعن
تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. Andalus'ta qassi degan bu Misrda tikilgan bir xil tovar durdun bo'lishi kerak yoki katanga jipak aralashtirilib tikiladigan bir xil durdun. Jipak bo'lg'achqa erlar kesib bo'lmaydi. Andalus'ul muasfar deganmi zajiva ya kurkum yoki zaranzdan chichkidek naslda ya qizilgul dedi masalan. Bo'ygan, seriq bilan qizarliqda qizg'och bunda tuxum seriqi emas. Shunda rangda bo'yalgan kiyim. Bu seriq kiyimlar emas. Bunda bir xil puroq bor. Bu puroq bu odatda ayollarga xos bo'ladi. Masalan, ayollar shunda yasinda ochilib. Chunki bu ayollar xos ma'ishni qilma demakchi. Masalan, durdun keyin shu ayollar xosqa oltin ishlatish ayollar xos. Bu ayollar xos bunda keyingi ishni to'sgan. Va qiraatul Qur'on fi ruku'. Çünkü ruku degan zikr tasbihga xos qilingan holat bo'lg'achqa Qur'on o'qisa bo'lmaydi deydi. Albatta va huwa qawlu Abi Hanifa, amma olimlar bunda deb qaraydi. Ya'ni ruku sujudda Qur'on o'qisa bo'lmaydi dedi. Peki İmam Buxoriy joiz deyishi mumkin. Amma fuqaha al-amsar esa bo'lmaydi deb qaraydi. Secdede Qur'onda bo'lgan duoni o'qisa. Duo ma'nosini o'qisa bo'ldi. Duo ma'nosini o'qisa bo'ldi. Qiraat qildim nima? باب الرجل يصلي وهو يحمل الشيء. أخبرنا مالك أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة سلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيعة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem كان يصلي yani cemaati imam olup namaz okudu. Farz namaz ha. Şu namazda okulan çağda okuştum burun nevrisi Umama aşık kızcak kirib kelib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yurib kelgandikan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uni ko'targan. Ko'tarib turib namoz o'qiyverdi. Ba'zi rivoyatda bo'yniga mingashtirgan holatda, bo'yniga ilib olgandek, ba'zi rivoyatda uni qo'lga ko'targandek, ana davomlashib, sajdaga olgan chaqda yerda qo'yib turib sajda qildi. Sajdadan turgan chaqda yana ko'tarib olgan. Buni ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushunda holatda namoz o'qisanglar joiz deb ko'rsatib qo'yish uchun shunda o'qigan deymiz. Rukudan ko'tarib turgan bo'lishi mumkin. Bo'yinda olib qolsa, bo'yinda rukud turgan bo'lishi mumkin. Turaligincha, ko'taraligincha, kichik bolalar ba'zida ballar olib biladi, ba'zida shunda yamish oldigan, yo qo'yib qo'ysa yig'laydigan, shaplish oldigan ishlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu mashhab qilgan so'zdan balni yig'ilib silkib tashlab qo'yib ko'taradi. Bu joizlikni bildirgan. أنا وجهله وصلنا ما بنتكلم بزوجين كان. باب المرأة تكون بين الرجل يصلي وبين القبلة وهي نائمة أو قائمة. أخبرنا مالك أخبرني أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في القبلة فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت ليس فيها يومئذ مصابيح. kishi namoz o'qiyotgan chog'da oldi tarafida bir ayol uxlayotgan bo'lsin yo o'tirgan bo'lsin yo turgan bo'lsin namoziga ta'sir etkazmaydiganligi haqida mushahadisni bayon qildi. Annaha akhbarat Abu Salama deymiz. Abu Salamaga Hazreti Aisha so'zlab berdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldida yotibdim. Ikki putim qibla tarafida, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajda qilgan joyda ikki putim shu yerda turibdi deydi. Sajda qilay demoqchi bo'lsa, ta'sir qolgan ekan shu putni tortmasa sajda qilmagan bo'lg'achqa, unda no'qib qo'ydi, putimni yig'ib oldim. Sajda qilib bo'lgan ekan, putimni ustini oldim deydi. Anval buyut laysa fiha yawmaydin masabih degani nima uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam no'qib qo'yishga muhtoj qildi degan qarta
uzri aytqini. Shu chaqilda kechida o'tib qo'yganda chiroq binasi, ya kecha junda chiroq o'tib qo'ygach bo'lmag'achqa, qarang'u bo'lg'achqa, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sajdaga bormoqchi bo'lgan chaqni tuqolmay qolgan. Agar ko'rgan bo'lsam, o'zim yig'ib oldim demoqchi. قال محمد لا نرى بأسا قال محمد لا نرى بأسا بأن يصلي الرجل والمرأة نائمة أو قاعدة بين يديه أو إلى جنبه أو تصلى إذا كانت تصلي في غير صلاته إنما يكره أن تصلي إلى جنبه أو بين يديه وهما في صلاة واحدة أو يصليان مع إمام واحد فإن كانت كذلك فسدت صلاته وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال محمد رحمه الله لا نرى بأسا بأن يصلي الرجل والمرأة نائمة أو قاعدة بين يديه. Bizning bu mazhab qarashimizda er kishi namoz o'qigan bo'lsa, oldida ayol uxlagan ya o'ttag'im bo'lib qolsa, ya yeni bo'lib qolsa-mu, namozga ta'sir etmaydi deb qaraymiz. Yoki yenda namoz o'qiyotgan bo'lsa-mu, lekin erning namozidan bir namoz bo'lmasa ta'sir etmaydi. Va inma yukrahu an tusalliya ila janbihi aw bayna yadayhi. Makruhuna ashu kishining namozini billi o'qib, mesela ash kishiga iqtido qilsin, ya ikkilan boshqa bir imom iqtido qilsin, shu bir namozni ikkilan jamoat olib o'qib, yan turib qolsa, erning namozini buzutdi deb qaraymiz. Fasadat salatu. Erning namozi buzildi. Nima uchun? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyatida akhiruhunna min haythu akharahunalloh dedi. Yani bu yerda namoz turishning bir Alloh taolo bekitib qo'ygan bir tartibi bor. Oldida er turdi, undan keyin ayollar turdi. Yoki oldida er, undan keyin kichik bolalar, undan keyin ayollar dedi-ku. Mushu o'rin bekitish, mushu bir xil farz bu. Undan keyin bu er kishi shu farzga rioya qilish kerakda, rioya qilmagandan keyin namoz buzildi. Shu ayolni o'ziga nisbatan tartib bilan to'g'izish erning qo'lidagi ishda, buni rioya qilmagandan keyin namoz buzildi deymiz. باب صلاة الخوف. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم سجدة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه سجدة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه سجدة ثم ينصرف الإمام وقد صلى سجدتين ثم تقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم سجدة يعني her biri o'ziga bir rekatdan o'qildi. Birisi bir rekat o'qib bo'lgandan keyin yana birisi bir rekatni to'liqlab o'qildi. Ba'dan yansarifa al-imamu fayakunu kullu wahid min at-ta'ifatayn qad sallaw sajdatayn fa in kana khawfun huwa ashadd min dhalik qo'rqinch darajasi buningdan ig'irlashib ketgan baklam jiddiy va sarasi mushkillar to'lab qolsa sallaw rijalan piyodalar namoz o'qiydi. Yani o'rtigan holatlar, ruku, sajda qilganda shu yo'q. O'rtiriblam, ya qilishni ko'targan holatda bunda namoz o'qiydi deydi. Rijalan, yani rijalan degan gap qiyaman ala aqdamihim, o'rtigan holatda. Rukban, yoki ularning ustidan atdan tushmaylar o'qiydi. Mustaqbilil qiblati aw ghayra mustaqbiliha. Qala Nafi'un wa la ura danlaşına. ولا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Buna ben çoğum Abdullah ibn Umar Resulullah'ın sözü dedi. Bu uzun söz emas, Resulullah'ın sözü de qarayma dedi. Nafi'. Ura degan azunnu degan ma'noda. Yani bu bir xil shaklan qilgan rivoyat. Resulullah'ın sözü dedimi? Üzdimi? Yo'q, Resulullah'ın dedi qarayma demoqchi. Lekin Nafi'dan boshqalar shaksiz holatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga marfu qilgan holatda rivoyat qilgan. Lekin buning sanadi marfu. Shuna qala Muhammadun va bihada na'khudhu wa huwa qawlu Abi Hanifa rahimahullah va kana Malik ibn Anas rahimahullah la ya'khudhu bihi. Bizamda va bihada na'khudhu nimishun li quwwati isnadihi. Bu marfu hadis. Ana shu salatul xavf masalasida 18 xil usul rivoyat qilingan. Hammasi hadislarda kelgan. Hamma olimlar shu 18 xil usulning birida o'qisa joiz deb qaraydi. Lekin eng afzal deb qarasa, ba'zilar bu rivoyatni, ba'zi bu rivoyatni tanlagan. Imom Malik ibn Anas o'zi va Imom Tirmiziy rivoyat qilgan boshqa usulda bir rivoyatni tanlagan. Babu wad'al yamin 'ala al-yasari fi as-salah.
أخبرنا مالك حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع أحدهم يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. أبو حازم سلام بن دينار سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه sahabildan Medin'de en ahirki vefat olan sahabe yu'marun yani sahabeler buyuruldu. Kim tarafından buyuruldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Ya ki halifeleri tarafından deymiz. Nağanki bunun hükmü merfu'nun hükmü buldu. Yedahul yumna ala dira'al yusra. On kolunu sol kolunun üstüge yani sol kolunun şu bilekten üstüge dedi hazır. Bazı rivayette ala zahri keffil yusra ve rusq deb kelgan. Ve rusq ve sa'id deb. Yani bazı rivayette ahaza qabada degan rivayet bo'lg'achqa, yani mazhabki ulamolar keyingilar al-akhz val qabni bilan o'qimizda ikki barmoqdan ikki tarafdan qamallab turib, uch barmoqni ustiga qo'yib bunda tutishni muvofiq ko'rgan. Lekin ilgirkilarimizda o'ng qo'lni so'l qo'lni qo'ymaymiz, beg'ishni tutamiz degan. Beg'ishni ustiga qo'yamiz degandek rivoyat. İlla annahu yenmi dalik. Sahl ibn Sa'd as-Sa'di radhiyallohu anhu bu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga marfu tutashtirib rivoyat qildi deb o'ylayman dedi. Yenmi yani yarfa demakchi. Yani qo'lni unda o'ng qo'lni so'l qo'l qo'yishda, qo'l qurishtirib tutishda asosan ulamolar ittifoq. Imom Malikdan ba'zi shogirdlari qo'lni tashlab turdi degandek rivoyat kelgachga Afrikadagi ba'zi davlatlarning musulmonlari shu irsal shu qarashni tutqanlar bor. قال محمد ينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يضع باطن كفه اليمنى على رسغه اليسرى تحت السرة. Kindikning to'yinda dedi. Chunki Hazrati Ali radhiyallohu anhuning so'zi va ish harakatidan kindikning to'yinda tutish kelgan. Va yarmi bi basarihi ila mawda' sujudi. Sajda qiladigan joyga qarab turdi, ko'zini shu yerga tikib turdi. Albatta bu qiyam to'g'andikcha, ruku to'g'an chaqda ulamolar arlık qaraydı dedi. Teşahhud tutgan çağda barmoqqa qarab o'tirdi deydi. Lekin qiyam turgan chog'da udulga imom tarafga, qibla tarafga imom qarab turishmi bor. Chunki sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiroat qilganini, yanikininki medilig'idan tuqqan to'q degan rivoyat bo'lganki, Rasululloh qarab turganligi, imom qarab turganligini ko'rsatdi. Ila mawda sujudihi va huwa qawlu Abi Hanifa rahimahulloh. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.